Chintemir ismli bir botir o'tgan ekan. U Maxtumsular degan chiroyli singlisi bilan birga turadi ekan. Chintemir botir doim arg'amoq etiga minib, misron qilichini esib, kap-kap tayg'inini agashtirib, olg'ir burkutini beliga qo'ndirib, o'g'i chiqdi ekan. 7 boshli Yalmavuz Maxtumsularni bo'zaq qilibdi. Chintemir botir 7 boshli Yalmavuz bilan 7 kuch kunduz elishib, 7 beshini chepib tashlabdi. Keyin Maxtumsularni boshqalab bulab ketibdi. Chintemir botir singlisini bir umr izlab, to'liq yig'lab, ikki ko'zi ko'mas bo'lib qopti. Chintemir botir oxiri singlisini tepibdi. Maxtumsular aksining ko'ziga xosiyatlik olmuti yar olmasini sutgankan, ko'zlari asli ketdi. Aka va sanalning bir-biriga bo'lgan ajoyib qarindoshlik muhabbati so'zlangan bu hikoyani bilmaydigan birimi Uyg'ur bolasi yo'q. Chintemir botir uyida bormi? Misron qilichi qo'ziqda bormi? Kop-kop kichiki ishikda bormi? Arg'umoq eti ig'ilda bormi? Niyoz mushiki pulingda bormi? Chintemir botir uyida yo'qdur, misron qilichi qo'ziqda yo'qdur. Kap-kap kichiki ishikda yo'qdur, arg'umoq eti ig'ilda yo'qdur. Niyoz mushiki pulingda yo'qdur.抖音